Men 73 yoshdaman va sizga bir narsa aytmoqchiman. Bu sizni bezovta qilishi mumkin. Qarish haqida bilgan hamma narsa mutlaqo noto'g'ri. Eng yomoni, buni sizga aytishi kerak bo'lgan odamlar, ota-onangiz, o'qituvchilaringiz, jamiyat, ular yo yolg'on gapirmoqda, yo o'zlari ham bilishmaydi. Men hayotimning dastlabki 50 yilini siz hozir ishonayotgan yolg'onlarga ishonib o'tkazdim. Hamma narsani tushunib olganman deb o'ylardim. Karyeram, uyim, hamkasblarimning hurmati bor edi. Ammo 52 yoshimda shunday bir narsa yuz berdiki, o'ylagan hamma narsam qulab tushdi. O'shandan beri o'tgan 21 yil ichida hayot, olim va ular orasidagi hamma narsa haqidagi qarashlarim butunlay o'zgardi. Lekin nima bo'lganini aytishdan oldin bir narsani tushunib olishingiz kerak. Bu videoni tayyorlayotgan sababim sizni hayratda qoldirish yoki o'zimni dono ko'rsatish emas. Buni tayyorlayapman, chunki vaqtim tugayapti va siz eshitishingiz kerak bo'lgan narsalar bor, kech bo'lmasdan oldin. Men uchun emas, siz uchun. 52 yoshimda shifokorlar yurak inqirozi deb ataydigan narsa bo'ldi. Oddiy qilib aytganda, yuragim meni o'ldirishga urindi. Choraklik ko'rsatkichlarni muhokama qilayotgan yigilishda birdaniga xona aylanib ketdi. Keyingi eslaganim, qo'llarimda naycha bilan kasalxona karavotida yotganimda, xotinimning burchakda yig'layotgani edi. Shifokorlar omadliman deyishdi. Omad. Men o'z olimim bilan yuzma-yuz keldim, ular esa buni omad deyishdi. Ammo bilasizmi, ular haq edi. Chunki kasalxona karavotida yotib, faqat o'ylash bilan band bo'lganimda, dahshatli bir narsani angladim. Butun umrim davomida avtopilotda yashaganman. Men haqiqatan yashashmayotgan edim. Shunchaki harakatlar ketma-ketligida yurardim, katakchalarni belgilardim, boshqalarning kutganlarini bajarishga urindim. Va mana bu narsa hamon meni qiynaydi. Agar o'sha kuni olganimda, yuragim butunlay to'xtab qolganida, ortimda nima qolardi? Chiroyli uy, pensiya hisobi, 5 yildan keyin hech kim eslamas yutuqlar to'plami. Siz hozir o'zingizga aytayotgan eng katta yolg'onni aytib bera qolay. Vaqtim bor. Buni keyinroq qilaman. Kattaroq bo'lganimda, nihoyat istagan hayotimni yashaman. 20, 30, hatto 40 yoshlardagi yoshlarni ko'raman, hammasi bir xil gapni aytmoqda. Ko'proq pul topganimda baxtli bo'laman. Terakki olganimda dam olaman. Bolalar katta bo'lgandan keyin sayohat qilaman. Pensiyaga chiqqanimda nihoyat sevgan ishimni qilaman. 50 yillik pushaymonlikdan bir sodda haqiqat bilan qutqarib qo'yay. O'sha kun hech qachon kelmaydi. Nima uchun bilasizmi? Chunki qozonlar doim siljib turadi. Terakki olasiz, keyin yangi terakki kerak. Ko'proq pul topasiz, keyin yana ko'proq pul kerak. Doim yetib bo'lmas narsani quvlayapsiz va bir kuni 70 yoshga kirib, hayot qayerga ketganini hayron bo'lib o'ylayapsiz. Men buni boshdan kechirdim. 30 yil narvon ko'tardim, tepaga chiqqanimda esa u noto'g'ri devorda turganini angladim. Orqaga tushib, boshqatdan boshlash mumkin emas. Vaqt bunday ishlamaydi. Yoshligingizda hech kim aytmagan narsani ayting. Muvaffaqiyat dahshatli maqsad. Buni o'zim belgilagan hamma narsaga erishgan odam sifatida aytmoqdaman. Firmamda sherik bo'ldim. Uy sotib oldim. Hamkasblarimning hurmatini qozondim. Va bilasizmi, bularning hech biri muhim emas edi. Maqsadingizga erishasiz va taxminan 48 soat ajoyib his qilasiz. Keyin bu his so'nadi. Yana shu holatga qaytasiz. Endi yangi maqsad, kattaroq yutuq, ko'proq tasdiqlash kerak. Bu aylanayotgan gildirak. 3 yil oldin 68 yoshida vafot etgan do'stim bor edi. Butun umri davomida haftasiga 70 soat ishladi. Ko'p millionli biznes qurdi. Hech qachon haqiqiy ta'tilga chiqmadi. Kelasi yil sekinlashaman deb turdi. Kelasi yil keldi va u insult bo'ldi. Dafn marosimida ogli, otam muvaffaqiyatli odam edi, lekin men uni zo'rga bilardim, dedi. Siz qoldirmoqchi bo'lgan meros shumi? Pushaymonliklaringiz noto'g'ri qilgan ishlar haqida emas. Umuman qilmagan ishlaringiz haqida bo'ladi. Men muvaffaqiyatsiz biznes bitishlari haqida o'ylab yotmayman. Ular muhim emas. Bilasizmi, nima bezovta qiladi? Hech qachon bora olmagan Yaponiya sayohati. Juda band edim. Akam bilan yomonlashib ketgan munosabat. Har doim yozmoqchi bo'lgan, lekin boshlamasdan qolgan kitob. Kechqurun ishlash tufayli bolalarim bilan o'tkazmagan vaqtlar. Bu narsalar ichingizni kemiradi. O'tkazib yuborilgan imkoniyatlar, tanlanmagan yo'llar, ifoda etilmagan sevgi, qo'rqqaningiz uchun xavf ostiga qo'ymagan narsalar. Sevgan odamlaringiz, ota-onangiz, aka-ukangiz, yaqin do'stlaringiz,
Siz ular bilan cheksiz vaqtingiz bor deb o'ylaysiz. Yo'q. Va bir kun o'sha vaqt tugaydi. Otam 45 yoshimda vafot etdi. Munosabatimiz murakkab edi. Men doim band bo'ldim va uni yaxshilashga vaqt topa olmadim. Kamroq band bo'lganimda gaplashamiz deb o'ylardim. O'sha imkoniyat hech qachon kelmadi. Yurak xurujidan bir necha soat ichida ketib qoldi. Va eng katta pushaymonligim nima bilasizmi? Unga telefon qilmagan yakshanba kunlari. Kechki ovqatga borish uchun haddan charchaganim paytlar. Qo'ldan chiqargan o'sha mayda lahzalar. Har doim ko'proq bo'lmaydi. Yurak xurujimdan keyin katta o'zgarishlar qildim. Ishdan chetlashdim. Muhim bo'lmagan narsalarga yo'q deyishni boshladim. 10 yillar davomida kechiktirgan narsalarga ha deyishni boshladim. Shu 21 yil ichida oldingi 52 dan ko'ra ko'proq hayot haqida bildim. Muhim bo'lgan narsa dahshatli darajada sodda. Sevgan odamlar bilan vaqt. Siz uchun ma'noli ish. Narsalarga ega bo'lish emas, narsalarni boshdan kechirish. Xotiralar yaratish. Hozir bo'lish. Bilaman, sodda eshitiladi. Sizning yoshingizda bo'lganimda men ham ko'z suzardim. Ha, lekin to'lanadigan hisob-kitoblarim bor. Ha, bor. Ishni tashlang demayapman. Muhim bo'lmagan narsalar uchun muhim narsalarni qurbon qilmang deyapman. Sizga bir savol bermoqchiman va rostini aytishingizni istayman. Agar ertaga olsangiz, shu paytgacha yashagan hayotingizdan qoniqarmidingiz? Odamlar marsiyadangiz ta'sirlanarmidi? Emas. Yetarlicha yutuqqa erishdingizmi? Emas. Shunchaki o'zingiz qoniqarmidingiz? Javob yo'q bo'lsa, nega kutmoqdasiz? Bir umringizni qimor o'ynamoqqa arziydigan darajada muhim nimaga vaqtingizni sarflayapsiz? Men 73 yoshdaman. O'sha yurak xurujidan beri sog'ligim yaxshi, baxtimga. Lekin har ertalab uyg'onganimda oz vaqtida yashayotganimni bilaman. Hammamiz shundaymiz aslida. Lekin ko'pchilik yoshlar buni tushunishmaydi. Olar deb o'ylashmaydi. Cheksiz vaqtlari bor deb o'ylashmaydi. Yo'q, nabiralarim bor. 3tasi. Ularga qaraganimda ko'pchilik yoshlarda ko'rgan naqshni ko'raman. Ular stressda, bezovtada, ularni baxtli qilmaydigan narsalarni quvlashmoqda. Men qilgan xatolarni qilishmoqda. Aytishga urindim. Bilganlarimni ulashishga urindim. Lekin bilasizmi, ular haqiqatan tinglashmaydi. Yomon bolalar bo'lgani uchun emas, tushuna olishmaydi. Ular hozir bo'ronda yashashmoqda. Naqshlarni hali ko'ra olishmaydi. Ular o'zlarining vaziyati o'ziga xos, eski qoidalar ularga tatbiq etilmaydi deb o'ylashmoqda. Shu sababli ushbu videoni tayyorladim. Balki yetarlicha odam bu xabarni eshitsa, kimdir haqiqatan tinglar. Kimdir boshqacha tanlov qilar. Kimdir menday odamlarni qiynayotgan afsuslardan qochib qolar. Har bir kunda olimga bir qadam yaqinlashmoqdasiz. Hech kim buni o'ylashni yoqtirmaydi. Lekin cheksiz vaqtingiz yo'q. Sevgan odamlaringizniki ham yo'q. Ota-onangiz hali hayot bo'lsalar, har kuni keksa bo'lishmoqda. Bir kun, ehtimol o'ylayotganingizdan tezroq, ular bu yerda bo'lishmaydi. Do'stlaringiz, turmush o'rtog'ingiz, bolalaringiz, bu munosabatlarning hech biri abadiy emas. Xo'sh, nima qilmoqchisiz? O'sha telefon qo'ng'irog'ini kechiktira berasizmi? O'sha sayohatni qoldirasizmi? O'zingizga keyinroq vaqt topaman deb aytyapsizmi? Yoki bugun uyg'onib, vaqtingiz cheklangan kabi yashashni boshlaysizmi? Chunki shunday. 30 yoshligimdagi o'zimga qayta gaplasha olsam, mana shuni aytardim. Muhim bo'lmagan odamlarni hayratda qoldirishga urinishni to'xtating. Karyerangiz uchun sog'ligingizni qurbon qilishni to'xtating. Quvonchni bir kunga qoldirishni to'xtating. Yashay istagan hayot uchun ruxsat kutishni to'xtating. Ota-onangizga ko'proq qo'ng'iroq qila boshlang. Orzulab yurgan sayohatlaringizni qila boshlang. Sizni qo'rqitadigan narsalarni qila boshlang. Sizni holdan to'yadigan majburiyatlarga yo'q, sizni to'ldirgan tajribalarga ha deyishni boshlang. Va eng muhimi, hozirdan boshlang. Kelasi yildan emas. Ushbu loyihadan keyin emas. Ko'proq pul, ko'proq vaqt yoki boshqa narsa bo'lganda emas. Hozir. Chunki aminman, mukammal vaqt hech qachon kelmaydi. Hayot doim tartibsiz, murakkab va kutishga sabab to'la bo'ladi. Lekin kutsangiz, bir kuni butun hayotingizni kutib o'tkazganingizni anglaysiz. Men 73 yoshdaman. Omadim bo'lsa, balki 10 yoki 15 yil yana. Balki 20 agar xayrli bo'lsa. Ehtimol kamroq. Va bunda men xotirjamman. Chunki bu 21 yil hayotimning eng boy davri bo'ldi. Ko'proq pul topdim uchun emas. Nihoyat ataylab yashaganim uchun. Har kunni qadrlagan uchun.
Muhim narsalarga ustuvorlik bergan uchun. Har doim ko'rishni istagan joylarga sayohat qildim. Bolalarim va nabiralarim bilan munosabatlarni chuqurlashtirdim. Kechiktirgan hobbilarimni quvdim. Gina tutgan odamlarimni kechirdim. Behisob bor sevaman dedim. Men hozir 73 yoshimda, oldimda kam vaqt bilan, 30 yoshimda hamma vaqtim bor deb o'ylaganim paytdan ko'ra baxtliroqman. Mana ironiya. Vaqt cheklangan ekanini tushunganingizda haqiqatan yashashni boshlaysiz. Behuda sarflamaysiz. Quvonchni kechiktirmaysiz. To'g'ri vaqtni yarata boshlaysiz. Sizda hozir, bugun tanlov bor. Muvaffaqiyatni quvlab, baxtni kechiktirib, o'zingizga keyinroq vaqt topaman deb aytib yashay berasizmi? Yoki uyga oling. Vaqt o'ylayotganingizdan tezroq tugayotganini anglab, yashashni kutgan hayotingiz hozirdan boshlanishi kerakligini tushunasizmi? Bu tanlovni siz uchun qila olmayman. Lekin shuni ayta olaman. 73 yoshga kirib, boshqacha tanlovlar qilganingizni orzulashni istamaysiz. 52 yilni buni anglash uchun sarflamang. Xatolarimdan ibrat oling. Ataylab yashang. Muhim narsalarga ustuvorlik bering. Bir kunni kutishni to'xtating. Bir kun bugun. Har doim shunday bo'lgan.